baxt va shodlik kuychisi, shoir, dramaturg, tarjimon va olim Hamid Olimjon 1909-yil 12-dekabrda Jizzax shahrida tug'ilgan. Otasi vafotidan so'ng u bobosi Azim bobo va onasi Komila aya qo'lida tarbiyalandi. Adib o'z bolalik yillarini "Men bir qora kunda tug'ildim, shu on bug'ildim" deya eslagan. Chunki o'sha paytlarda Turkiston o'lkasi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy tanglik holatida edi. Hamid Olimjon 1918-yildan boshlab Jizzaxdagi Narimonov nomidagi boshlang'ich maktabda o'qiydi. Rus tili va adabiyotini qunt bilan o'rganadi. Bo'lajak shoir 1923-yilda o'rta maktabni tugatib, Samarqanddagi pedagogika bilim yurtiga o'qishga kiradi. Keyin esa O'zbekiston Oliy pedagogika institutining iqtisod fakultetida o'qiydi. Hamid Olimjon 1931-yilda Ped akademiyaning tamomlab Toshkentga keladi va Yoshlar gazetasida ishlay boshlaydi. U shoira Zulfiya bilan turmush qurib, baxtli hayot kechiradi. Adib ko'pgina gazetalarda, Yozuvchilar uyushmasida, Til va adabiyot institutida faoliyat yuritadi. Hamid Olimjon 33 yoshda 1943-yilda Fanlar akademiyasiga muxbir a'zo etib saylangan, akademik bo'lgan. Hamid Olimjonning dastlabki she'rlari Samarqanddagi Zarafshon gazetasida bosilgan. Adib yuzlab she'rlar, ko'plab dostonlar va bir qancha dramalar yozgan. Jahon adabiyotining bir qancha mashhur asarlarini tarjima qilgan. She'rlari Kimdir, O'zbekiston, Baxtlar vodiysi, Bahorning sog'inganda, Ishim bordir, O'sha ohuda, Sevgi, Kuychining xayoli va boshqalardir. Dostonlari Oygul bilan Baxtiyor, Semurug', Parizod yoki Bunyod, Zaynab va Omon, O'lim yovga, Ikki qizning hikoyasi va boshqalar. Shoir 1944-yil 3-iyulda avtomobil halokati tufayli vafot etgan.